Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir soat 19. 31-yanvar 2026-yil. Mana endi men aziz vatandoshlarim oyning oxirida hamisha sizlarni kommentariyalaringizni o'qib chiqaman, izohlaringizni. Hamisha duo qilib turibsizlar. Sanoqli odamlar bor. O'shalarga men har kuni ko'raman, lekin bir javob qaytarish uchun hammasini tagiga bir belgisi bor, shunga yozib chiqishim kerak. Unga men toqatim yo'q ochig'i. Shuning uchun oyning oxirida va'da qilganman, har oyning oxirida, mana haligi dekabrda ham oxirida aytdim, endi yanvar oyida ham oxirida aytaman. Fevralda xudo xolasa o'lmay salomat bo'lsak, men o'shalarga duo qilaman, duo qilib qo'yaman. Ular ham menga duo qilyapti, sog'lik salomatlik tilayapti. Shularni qatorida menga salbiy muomala qilganlarga ham, o'shalarga Allohimiz borku, Parvardigorimiz, Tangrimiz o'z munosabatini bildiradi. Sizlar ijobiy tilaklaringizga sizga o'zi Parvardigorimiz qanday nima qilishini o'zi biladi. Ana shunga men itoat qilaman, mana shunga. Men o'zimcha, o'z boshimchalik bilan bir narsa demayman. Shuning uchun aytadi-ku, siz Allohga solib qo'ying shularni. Allohga soldim deydi. Allohni o'zi hisob kitob qiladi. Siz menga yordam qo'lingizni cho'zgan bo'lsangiz, Alloh sizga yordam qo'lini cho'zadi. Siz menga duo qilgan bo'lsangiz, Alloh sizga duo qiladi. Siz menga salbiy ishora qilgan bo'lsangiz, Alloh ham o'zi biladi qanday ishora qilasiz. O'zi biladi uni. Shuning uchun menga bir xillari aytayaptiki, siz Qur'onni bilmasangiz nima qilasiz deydi. Aralashib deydi. Qur'onni bu deb ne qiladi. Endi Qur'onni meni hayotimda shularni ko'rdim, Qur'onni yodlayman deb psix dispanserlarga tushib qolganlar bor. Qur'onni ilgari majburiy o'rgatgan. Ana ular juda azoblarda qolgan. O'zi Parvardigorimiz o'zi shunday bandalari borki, Qur'onni suv qilib ichvaradi. O'zidan o'zi bilmay qoladi shuni. Bularga Ahmad Didat, Zakir Naiklar, bizi ko'p shayxlarimiz, bizi ko'p allomalarimiz misol. Allomalarimiz misol. Shuning uchun hamma qo'lidan kelganini qilish kerak. Mana men shiorim bor bitta. O'zimning shiorim bor. Men shunday ish qilayki deyman. O'sha qilgan ishim Qur'onni ichidan varaqlaganda o'shanga to'g'ri mos tushsin. Lekin o'shani yodlab olib, o'shalarni hammasini bilib olib, shunga o'xshataman deyish, u foydasi yo'q. Siz ham shunday ish qilingki, Qur'onni nol bo'ling, Qur'ondan bilmang. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Qur'ondan nol bo'lgan. U Qur'oni Karimni o'qishni bilmagan, lekin hamma qilgan ishlari, tuzgan tuzumlari hammasi Qur'onga mos bo'lgan. Undan ortiq ham bo'lmagan, kam ham bo'lmagan. Mana shunday bo'lish kerak. Siz ish qiling,
yaxshilik qiling, yordam qiling, mehnat qiling, savob ish qiling. Qilgan ishingiz Qur'onga mos tushsin. Shunday varaqlab so'raysiz. Sizni yaxshi do'stingiz Qur'onni juda yaxshi biladigan do'stingiz bo'lish kerak. Og'ayni, men bugun shu ishni qildim. Ko'rchi, qaysi surasida, qaysi oyatida to'g'ri kelar ekan desangiz, shunday mos chiqaversa, siz haqiqiy inson bo'lasiz degan meni o'zimning shiorim bor. Shuning uchun men ayrim paytlarda men ham bu adashmaslik Allohga mansub adashmaslik. Boshqa hamma adashadi. Uni kamchiligini aytib turgan odamni yomon ko'risham, bu eng katta gunoh. Mana men hozir Shavkat Miromonovich, siz shunday xatoni ish qildingizki, umuman to'g'ri kelmaydi bu musulmon diniga desam, u g'ashi kelib, menga o'chakishib, meni bir bahonalar bilan qamatish eng oliy janob gunoh bo'ladi. U odam albatta hushyor bo'ladi. U boshlovchi, boshliq, yetaklovchi, murshid insonlar tahlil qilib ko'rish kerak. Shuni gapi qanday chiqyapti? Shunday degan edi. Shu odamni bir so'rab ko'raychi, dindorlardan, shariat peshvolaridan so'rab ko'raychi, bilaychi deb bilish kerakda, keyin shunga muomala qilish kerak. Endi Marsda odamlar yashagan paytda, Marsda odamlar bo'lgan paytda, hozir bizni yer bo'lgan, suvlari bo'lgan, qorlari bo'lgan, tog'lari bo'lgan, ana shu paytlarda shunday insonlar bo'lgan. Mana hozir shunday qiliqlarni qilyapti. O'rta Osiyoning prezidentlari. U Amir Temur aytgan ediki, bir payt Bayazidga deb, u yaqinda ham aytdim. U Amir Temurni xatida ham bor. Xat yozishganda xatlarda ham aytgan. Sen kofirlarga yaqinlashma, kofirlar hech qachon senga do'st bo'lmaydi deganda, o'shanda ham aytgan Bayazid, sen ishing bo'lmasa meni ishim bu. Men nima qilsam o'zim bilaman degan. Ana u mana Erdo'g'anning qonida shu bor demash, turklarning qonida shu bor. Chunki juda katta manfaatlarni o'ndirish uchun musulmonlarning tilini turklarda o'sha Turkiyaga yaxshi bilish uchun shuni juda ekspluatatsiya qilishga, shuni ishlatishga, shuni kuchidan foydalanishga juda naf kelgan. Shuning uchun 100% boqadi Turkiyani, xalqini. 100% boqadi. O'rta Osiyoga kirib keldi 21-yil. 10 yilligi boshlangan. Bularda 10%ni boqyapti xalqini. Dollari bilan. 10%ni boqyapti, boshqalar hammasi alamzada bo'lib qolyapti. Kimlarni boqyapti? Kimlarni boqyapti? O'zini kerakligi odamlarni topib olgan. O'shalar bilan orada ular buyruq beradi, buyruq beruvchilar. Shu foydalanib shunaqa bo'lyapti. Bu Soros fondidan bo'layotgan narsalar degan hozir aytayotgan gapim o'sha Marsda bo'lgan. Men misol keltiryapman hozir. Hozir O'zbekistonda shunaqa bo'lyapti deb aytmayapman. Hozir men solishtiryapman. O'sha Marsda shunday bo'lgan. Nima degan? Allohni o'sha Marsda aytgan. Sizlarga yerga, mana shu yerga tushirdim, shu Marsga tushirdim. Sizlar yangi dunyoga o'tib ketishingizning bitta yo'li degan. Qur'onga itoat qilish. Sizni
avlodlaringiz kimligidan qat'iy nazar 5 vaqt namoz ham qarz ham farz degan. Ota-onani hurmatini joyiga qo'yish degan. Allomalarni, yozuvchilar, shoirlarni hammasini hurmatini joyiga qo'yish degan. Ilmni ona homiladorligidan boshlash degan. Kofir tuzumiga tupurib qo'yish degan. Estrada musiqa qo'shiqlarini unutish degan. O'z cholg'u ansamblingizni yuksaltirish degan. Mana shularni qilib hayot kechirsangiz, biz sizni yangi dunyoga olib ketamiz degan. Aslo bu ishlarni qilmagan. Hammasi o'sha yahudiylar o'sha Marsda shu bilganini qilgan. Negrlar ham, mana qora tanlilar ham o'z bilganini qilib, shu neftni kavlab olib, o'sha yaxshi joyini topib olgan, shu neftni ichib, tirikchilik qilib, neft bilan boqib, shu hammasi qora tan bo'lib qolgan. Tanasi qorayib ketgan. O'shaning bilan tirikchilik qilishga yeyishgan. Bular o'sha yemog'i shu bo'lgan. Qaysi bir avlodi bir chekasida shunday bo'lgan. Ularni hech qachon yaqinlashtirmagan. Uni hech kimga bermagan. O'sha tomonda yegan. Ana undan keyin bu Qur'onga hammasi tupurib qo'ygandan keyin Allohning g'azabiga uchrab, qiyomat qoyim bo'lib, ana undan keyin yerni magnit maydonini yo'q qilgan. Mana shu neft kavlab olish, buni yoqish, ular hammasi shu yerda nima bo'lgan bo'lsa, o'sha olamda shunday bo'lgan. Mana shu oqibat shunga tushib qolgan. Mana endi men sizlarga Xudo xolasa duo qilaman. Men aytdim sizlarga, yordam berganga o'ziga qanday qiladi. Amin. Hamisha hammamizni, hamma yerda, hamisha Allohning o'zi asrasin.